Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Mana ushbu uyimiz 4,5 ga 3,5 uyimizni dekor panel qildik. Tepasi dekor plast, to'k montaj, devor demontajlar barisini bitirdik. Konditsionerga razvedka, uyga ro'zg'orga foydalangan razvedka, televizorimiz ilgani barcha narsalarni o'rnatdik. Uyimiz pol o'tib qilingan steklata bilan kak termos qilib uy qilindi. Uyimizni poli yog'och pol, radiator qo'yilgan. Ushbu uyimiz to'pli pol bo'lgan, laminat pol bosilgan. Radiator ham qo'yib qo'yilgan qo'shimcha. Uyimiz razmeri 3,5 ga 3,5. Eshiklari akfa, alyuminiy, oynalarimiz plast, двойной aynak qilingan. To'k montaj, boshqa barchasi o'zimiz qo'limizdan chiqqan. Shu yerga shit qo'ydik. Ichkarida dushimiz bor. Dushimizni svetiga, tentlariga, uylarimizga, aristonga barchasiga adden avtomat qilingan. Bu yerda hammamiz svet yonadi. Ventilyatorlari barchasi bor. Dimoxodlari. Mana bu parva otoplenamizni ko'rasi, tent motorlari. To'pli pol shilyankasidan montaj qildik, ekonomishni qilib. Mana bu to'pli polniki, uy va dush uchun. Mana bu narsani barcha musulmon oilasi biladi, bu tahoratxona. Uyni ichiga tahoratxona qildik, dush qilib, rakvina o'rnatdik. Oynalari bilan bu yerda ortiqcha jihozlamaganmiz. Sodda qilingan. Ushbu tahoratxonamiz razmeri 60 ga 40, chuqurligi 25. Suv tashqariga sachramaydi. Bu tahorat olganda u yerdan qo'lingizdan tushgan suv o'zizga qaytib sachramasligi uchun chuqurroq qilingan. Hop. O'rta peregorodka, yeshilka. Dushimiz samodelka qilib dushovoy stoyka qildik. Shilyankasini pastroqqa qo'ydik. Bu yerda hojonani uchun qilingan. O'tirib olib yuvinganda ham, yosh bolalarni cho'miltirganda ham bo'yi bemalol yetadigan holatda qilingan. Mana bu unitazimiz. Uyning ichiga qishni kunida sovuqda qiynalmasligi uchun tualetgacha o'rnatib ketilgan. Dushimiz razmeriga keladigan bo'lsak, 1,5 ga 1,70. Razvalkamiz 1,5 ga 1,5 razmerida bo'lgan. Burchakda uyning ichi mehrobga qilindi, shuning uchun mana unda plastrni qilib mehrob chekasida devorlarga o'rab ketdik. Yana bir narsa, bularning barisi kontrol kran bilan ulangan. To'g'ri bir suv qo'yib yorib shilyankasi yo bir joy bir kor hol bo'ladigan bo'lsa, kontrol kranlarimizni burab suvlarni o'chirib qo'ysa bo'ladi. Simsitil yorilishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin.